Assalomu alaykum qo'zi qo'chqor ishqibozlari. 2025-yilda barra qo'zlari. Bugun shanba. Hafta kuniga chislamiz birinchi kunimiz mana, Xudo xolasa. O'sha Umarxondan eng arzon qo'ylardan bormi deganlarga mana eng arzon barra qo'zlar. Bir joyga bir narxda. Oldim 10 talasini deganga, bitta ikkita tanlaganga narxi aytgan narximizdan balandroq bo'ladi. Hop, hammasini olganga bir aytamiz narxini. O'sha narxga ketadi. 8 ta sovliq 2 dona qo'chqor o'zidan ko'payaveradi. Oxiri taqalgan narxini aytamiz. 1,5 million emas, 1 million 400 emas, 1 million 300 emas. 1 million 200 mingdan bir joyga olaman deganga beramiz. 2 ta 3 ta olaman deganlarga alohida kelishamiz akalar. Mana akalar, biz ponni yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Har doim birinchi bo'ylab sizlarga yetib boradi qo'ylarimiz. Mana qo'ydi qaranglar. Kepayladi berib, buni po'choqladi berib. Qarasizlar qo'ylar mazza qilib baqadagan qo'ylar. Mana bitta like bosib qo'yasizlar, yoqqan bo'lsa. Narxlari ham arzon, otangga rahmat deb qo'yasizlar. Qaranglar qo'ydi, kalla qoshlarim chiroyli, qop-qora emas. Qora qo'y qilaman deganlarga bu qo'yni baqish kerak. Qo'y baraka. Faqat barakalik deydi-yu. Hamma payg'ambarlarimiz ham qo'y baqqan. Juda odamni yumshoq shiprik qilib qoldi bu qo'y. Mana qo'ylarimiz. Qarang, bir yurib oringlarchi. Qaranglar, bir-biridan chiroyli, sog'lom.